ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi. Foziljon qor akam ustozimiz ko'p gaplari bor. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Tegirmonga chiqsa butun chiqadi. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am. İmomlardan duo so'rayapti-ku, domlalardan, qor aka duo qiling, ishim yurishmayapti, qor aka duo qiling, safarga ketyapman, qor aka duo qiling, ish boshlayapman, qor aka duo qiling, qarzdor bo'lib qoldim. Men aytaman, qor aka bir marta duo qiladi, tuziyroq bersaylik 2 marta qiladi, 3-marta vobshe qilmaydi. Ota-onangiz bersangiz ham qilaveradi, bermasangiz ham qilaveradi. Qaytaga bera olmayotganini ko'proq qiladi. Shuni ham beradiganlardan qilgin, ishini o'nglagin, akasidan kam qilmagin deb. Bunaqa duoni qattiq kim qilib beradi? Ka'batullohning imomi ham qilib bera olmaydi ota-onangiz qilgan duosini. O'shaning uchun ota-onani duosini olish kerak. Hayotingda madad kerak bo'lsa deydi. Madad so'zini teskarisiga o'qigin. Madad so'zini teskarisiga o'qisa dadam degan so'z chiqar ekan. Hayotingga ma'no kerak bo'lsa ma'no so'zini teskarisiga o'qigin deydi. Ma'no so'zini teskarisiga o'qsa onam degan so'z chiqar ekan. Ey inson deydi. Hayoti dunyoda seni madading ham, seni ma'noing ham shu otang va onangdir dedilar. Boya bu akamiz aytdilar-ku, otasi bolasini yelkasiga qo'yib, kim zo'r deganda 2 marta men zo'r deganni. Nimaga? Otani borligi uchun shu gapni aytayapti. Otani duosi shu gapga majbur qilyapti. Otadan keyin, onadan keyin suyanchiq tog'imiz yo'q azizlar, ishonadiganimiz yo'q. Hozir nima uchun kelinlar qaynataga, qaynanaga tikka qarayapti, sammanga boryapti? Nima uchun? Farzandni o'z ustozi qilyapti bu borada. Otasiga qarshi gapiryapti, onasini chakagini o'chiryapti, aralashmang, meni ishimga aqlingiz yetmaydi deyapti, kelinning oldida, xotinning oldida qilyapti. Xuddi shuni ishga ketgandan keyin xotini qaynanaga shu muomalani qilyapti. O'shaning uchun qaysi bir xonadonda ota-onani qo'li o'pib peshonaga surilar ekan, tasavvur qiling. O'g'lingiz keldida qo'lingizni o'pib, ota duo qiling deb duo so'rasa, nimani so'rab bermaysiz? Qani? Bormi birorta qizg'anadigan, yashiradigan narsangiz? Mana buni bugundan qilish kerak azizlar. Ertaga kech bo'lib qolishligi mumkin, chunki bu qo'l yo'q bo'lib qolishligi mumkin oramizdan. Ana shu uchun ota-onani qo'lini o'pib bugun duo olaylik.